I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. The US and Israel attacked Iran on Saturday, targeting a number of sites across the country. In the capital city of Tehran, Iran's supreme leader Ayatollah Khamenei and President Masoud Pezeshkian were among the targets of first round of the airstrikes. The office of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, who has been confirmed to have been killed in the attack. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. 2026-yilning 28-fevralda Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil davlati tomonidan Eronga hujum uyushtirildi va bu hujum natijasida Eron rahbari Ayatollah Ali Xomeneyning o'ldirilishiga sabab bo'ldi. Mana shu Eron atrofidagi voqealarni to'g'ri tushunish uchun bugun ko'rsatuvga siyosiy sharhlovchi Abduvali Saidnazarovni taklif qilganman. Assalomu alaykum. Abduvali, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Rahmat Ziyodulla aka. Mening kanalimdagi mana bu teletomoshabinlarga to'g'ri tushuntirish uchun va bu voqealarni to'g'ri tushunib yetish uchun sizni taklif qilgandim. Endi o'zim ham siyosatchi emasman. Sizni bir qancha platformalarda siyosiy sharhlovchi sifatida taniyman va to'g'ri sharhlab kelyapsiz. Shuning uchun taklif qilgandim. Sizga birinchi beradigan savolim, mana Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Isroil Eronga hujum uyushtirdi. Mana shu hujumning asosiy ildizi yoki maqsadi nimadan iborat? Bu yerda AQSh bilan Isroil Eronning rejimini qulatish, bu yerdagi energetika resurslariga ega bo'lish va kelajakda Isroilning xavfsizligini ta'minlashmi yoki yana boshqa g'oyalar bormi? Mana shularni bir yaxshilab tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Ziyodulla aka, avvalo shu ko'rsatuvimizga taklif qilganingiz uchun, platformamizga taklif qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Katta ishonch uchun qo'limdan kelganicha sharhlashga harakat qilaman. Albatta bu tinglovchilarimiz orasida juda ham kuchli insonlar, ekspertlar bo'lishi mumkin va mabodo xato kamchiliklar bo'lsa, albatta oldindan uzr so'ragan holda men o'sha bevosita savollaringizga o'tadigan bo'lsam, albatta o'sha 1979-yildagi Eron Islom inqilobi va ana shundan keyin Eron Islom Respublikasining qamalga olinishi va uning albatta yangi konstitutsiyasida, ya'ni inqilobdan keyingi konstitutsiyasida mana shu Isroilni davlat sifatida tan olmaslik kerak bo'lsa, uni mana shu yer yuzidan supurib tashlash haqidagi prinsiplarning o'rin olishi albatta o'sha davrdan boshlab Isroil tomonidan albatta katta xavotir bilan qarshi olingan. Chunki Isroil albatta mana shu 1948-48 yillarda tashkil topgan anchagina yosh davlat va o'shandan beri Eron Islom Respublikasini o'ziga juda katta xavf sifatida ko'rib kelyapti. Bu yerda mana shu urushning kelib chiqishi albatta ko'proq mafkuraviy masalalar yotadi va qolaversa Erondan kelayotgan albatta Isroil tomonidan o'sha Eron Islom Respublikasi doimo o'ziga xavf-xatar sifatida e'tirof etib kelingan. Ya'ni bugungi kunda oladigan bo'lsak, Isroil o'sha o'zining xavfsizlik doktrinasida yoki xavfsizlik bilan bog'liq mana shu strategiyasida Eronni birinchi raqamli tahdid sifatida e'lon qilgan. Albatta, masalan, hozir Isroil nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsa, bu yerda Eronning neft va gazidan ko'ra ko'proq Isroil davlatining yashab qolishi bilan bog'liq xavotirlar yashiringan. Endi bu yerda men u davlat yoki bu davlatning o'sha pozitsiyasi haq emas, balki mana shu konfliktni kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillarga to'xtalmoqchiman. Ya'ni birinchi navbatda Isroil bugungi kun oladigan bo'lsak, hududi va aholi soni jihatidan oladigan bo'lsak, ular o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Hududiy jihatdan mana Isroil kerak bo'lsa 29
yoki 30.000 kvadrat kilometrda joylashgan juda kichik davlat. Eronning hududi esa 1.648.000 kvadrat kilometrdan ortiq va bu jihatdan Isroildan 75 barobar katta davlat hisoblanadi. Endi aholisini ham tenglashtiradigan bo'lsak, masalan 1:9 yoki 1:10 darajaga kelib qolgan va shuning uchun bugungi kunda albatta Isroil birinchi navbatda Eronni yadroviy qurollarga ega bo'lish urinishida ayblab keladi va bu holat ko'proq shu 1990-yillarning boshiga, ayniqsa Sovet Ittifoqi tarqab ketganidan keyin, ayniqsa hozirgi bosh vazir Benyamin Netanyahu o'sha paytdan beri Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish va uni yadroviy qurolga ega bo'lish urinishlarida ayblab kelgan. Garchi bu xalqaro hamjamiyat tomonidan o'zining isbotini topmagan bo'lsa ham. Va qolaversa, mana shu ikkinchi asosiy tahdid bugungi kunda Isroilning nuqtai nazaridan albatta proksi kuchlar, ya'ni uning o'sha olovli halqa ichida qolgani albatta juda ham katta xavotirga soladi. Biz yaxshi bilamiz, mana shu Eron Isroil bilan to'g'ridan to'g'ri chegaraga ega emas, balki biror bir davlat hududini albatta bosib o'tish kerak. Shuning uchun Eron bugungi kunda Isroilga to'g'ridan to'g'ri xavf sola olmaydi, balki mana shu asminok deymiz, ya'ni 8 oyoq deymizmi, uning oyoqchalari bevosita Isroilga xavf soladi. Ya'ni Livanda bugungi kunda eng qudratli davlat ichidagi davlat sanalgan o'sha Hizbullohning armiyasi katta xavf solib turibdi. Ya'ni bu 150 mingdan ziyod harbiy xizmatchiga ega bo'lgan va qolaversa juda kuchli mana shu Isroilga yo'naltirilgan raketalarga ega guruh hisoblandi. Va ikkinchisi bu Hamas va Islomiy jihod harakati, bu G'azo sektoridagi bu tashkilot ham garchi asosan sunniylardan iborat bo'lishiga qaramay, shiyalarning Eron davlatidan mana yoki o'sha Tehrondan texnologiyalar yoki moliyaviy yordam olib kelyapti. Va uchinchisi bu Husiylar, Ansorulloh harakati o'zining uzoq masofaga uchadigan yoki o'sha Isroilning uzoq shu Eylat portlarigacha yetib boradigan raketa va dronlar bilan qurollanganligi Isroilni doimiy xavotirga solib kelyapti. Yoki mana Suriya va Iroqni oladi desak, bu yerda ham shiya guruhlari mavjud, ular ham bevosita mana shu Isroilga xavf solib kelgan. Va bundan tashqari Eronning ritorikasi va mafkurasi ham doimo mana shu Isroil davlatiga qattiq xavf solib kelgan. Ya'ni Eronning oliy diniy rahbari Ali Xomanaiy doimiy ravishda Isroilni mana shu Yaqin Sharq mintaqasining saraton o'smasi sifatida ta'riflab kelgan va bu narsa albatta Isroil o'zining xavfsizligiga doimiy xavf solib kelgan. Shuning uchun yoki mana hozir bugungi kunga yana kelib bitta xavf tug'ildi va bu amalda o'zini isbotladi. Bu ham bo'lsa Eron Islom Respublikasining raketa texnologiyalari va dronlar sohasida ilgarilab ketganligi va mana shu Jenevada bo'lib o'tgan muzokaralarda yoki Ummonda bo'lib o'tgan muzokaralarda Isroil tomoni Amerika Qo'shma Shtatlaridan iltimos qildiki, Eron yadroviy dasturini tarqatishdan tashqari, kechirasiz, Eron yadroviy dasturini to'xtatishdan tashqari raketa texnologiyalarini rivojlantirishdan to'xtashi, uning sonini cheklashi va uchinchidan proksi kuchlarini jilovlab olishi kerak yoki ularni moliya bilan ta'minlash masalasida albatta yon berish kerak degan talablarni ilgari surdi. Albatta Eron tomoni bu Jenevada bo'lib o'tgan muzokaralarda, Ummonda bo'lib o'tgan muzokaralarda biz faqatgina yadroviy dasturimizni to'xtatish, shunda to'xtatilgan taqdirda ham Amerika Qo'shma Shtatlari va xalqaro hamjamiyat tomonidan joriy etilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti sanksiyalari butkul kun tartibidan olib tashlanishi kerak degan talablarni ilgari surdi va bu yerda albatta bu masalan Eronning oyoq turib olishi, ular qo'ygan talablarga rozi bo'lmaganidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari va
Isroil Eronga qarshi harbiy harakatlarni boshlashga qaror qildi deb o'ylayapman. Katta rahmat, juda tushunarli qilib tushuntirib o'tdingiz. Rahmat. Men bitta narsaga hayron qolyapman. Bunday yaqin tarixga qarab e'tibor beradigan bo'lsak, 2026-yilgacha shu Eron atrofiga yaqin bo'lgan davlatlarni, masalan, yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, Iroq, Suriya yoki boshqa davlatlarni Isroil Amerika Qo'shma Shtatlari yordami bilan mana shu davlatlarni sekin 2026-yilgacha qulatib keldi. Natijada hozir mana Eron yolg'izlanib qoldi. Endi savol tug'iladi, nimaga mana 50 yildan beri sanksiya ostida yashayotgan Eron davlati shu paytgacha o'ziga bir ishonchli hamkor, bir ittifoq tashkil eta olmadi? Buning sababi nimadan iborat? Menimcha bu narsa ko'proq o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilni mana shu Amerika Eron Islom Respublikasini butun dunyoga xavf yoki mintaqaga asosiy tahdid soluvchi yoki shialar inqilobini qo'shni mamlakatlarga tarqatmoqchi degan o'sha olaylik ayblovlari tufayli Eron Islom Respublikasi anchayin yakkalanib qoldi deyishimiz mumkin va qolaversa buning boshqa sabablari ham bor va tabiiyki mana shu Eron Islom Respublikasining haqiqatda mana shu qo'shnilari bilan til topisha olmaganligi yoki balki ularga nisbatan bosim ko'rsatish siyosati, ayniqsa o'sha Saudiya Arabistoniga yoqmagan yoki mana shu Bahraynda olaylik shialar harakatlarini qo'llab-quvvatlagani yoki Livanda Hizbulloh harakatini qo'llab-quvvatlagani yoki mana shu Suriyada endi avvaldan o'sha Eronning ta'siri kuchli bo'lgan, lekin Suriyada 2011-yildan keyin shiyalashgan guruhlar, ya'ni Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi homiyligidagi kuchlarning Suriya hududiga kirishi va Bashar Asad hukumatini qo'llab-quvvatlashi va bu yerdagi isyon ko'targan har bir harakatni kuch bilan bostirish tufayli albatta mintaqa davlatlari Erondan ancha cho'chib qolishgan edi va ikkinchi tomondan shu boya aytib o'tgandek Amerika Qo'shma Shtatlarining turli ayblovlari, ya'ni o'sha Eronni kelajakda yadro quroliga ega bo'lish urinishda ayblashi, uni mana raketa texnologiyalarini takomillashtirish va mintaqadagi shiya guruhlarini qo'llab-quvvatlayotgani va buni albatta o'sha arab mamlakatlari yoki Ko'rfazdagi arab davlatlari ko'rmasdan, bilmasdan qolishi mumkin emas. Shuning uchun ularning barchasi Eronni mintaqada o'ziga xavf sifatida ko'rdi va bu olaylik 15 ga yaqin davlatlar, menimcha shu Ko'rfaz va Yaqin Sharqdagi davlatlarning deyarli barchasi Erondan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlarini masalan shu o'zining hududida joylashtirdi va mana shu AQSh qo'shinlarini o'ziga xavfsizligining kafolati sifatida ko'ra boshladi. Shuning uchun aytish mumkinki, Eron mana shu qo'shinlari tomonidan ham va boshqa bu yerdagi boshqa aktyorlar, ya'ni yirik mamlakatlar tomonidan ham yakkalab qo'ydi va bu narsa ko'proq Isroilning ham olib borgan olaylik tashviqot, targ'ibot kampaniyasiga ham bog'liq edi. Ya'ni bu yerda Isroil Amerika Qo'shma Shtatlarini va Yevropa ittifoqini ishontira oldiki, ya'ni aynan Tehronning agressiv siyosati tufayli bugungi kunda mintaqa xatar ostida qolyapti. Agar biz e'tibor qaratmaydigan bo'lsak, yaqin paytlarda Eron nafaqat Isroilga, balki Yevropaga va qo'shnilarga xavf soladigan yadro quroliga ega bo'ladigan davlatga aylanadi deb mana shu sanksiyalar siyosatini qo'llashga da'vat etdi va bundan tashqari mana shu Erondagi obyektlarga, harbiy obyektlarga yoki Eronning yadroviy dasturlarga zarbalar berish ishiga boshchilik qildi va aynan 11 fevral 2026-yilning fevralida
aynan mana shu Eron Islom Respublikasiga hujum boshlash uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga bosim ko'rsatgan davlat ham Isroil bo'ladi. Chunki mana orada parlament, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida oraliq saylovlar bo'ladi. Agarki Donald Tramp, mening nazarimda, Benyamin Netanyahuning o'sha bosimiga yon bermasa, albatta bu yerda dunyoning 80% kuchli ommaviy axborot vosita, ya'ni dunyoga birinchi bo'lib axborot tarqatadigan 80% masalan axborot agentliklari bevosita Isroil lobbisi bilan ish qiladigan yoki yahudiy millatiga mansub kuchlar tomonidan boshqarilishi tufayli albatta bu ertaga Donald Trampga juda ham kuchli bosim ko'rsatishi va uning partiyasini mag'lubiyatga uchrashiga olib kelishi va hatto Kongressda Donald Trampga nisbatan impichment boshlanish xavfi yuzaga kelishi mumkin edi. Mening nazarimda mana shu sabablar tufayli Donald Tramp oxiri jur'at qila olmadi ancha vaqt albatta hujum boshlashga va nihoyat Isroil birinchi bo'lib hujumni boshlab berdi va ittifoqchisi bo'lganligi tufayli Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu urushga juda ham murakkab bo'lsa-da, ya'ni bu ertaga Amerika Qo'shma Shtatlarining imajiga ta'sir qilishi mumkin, Donald Trampning pozitsiyasiga, chunki bu doimo Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari u yoki bu mamlakatga qarshi harbiy operatsiya boshlash uchun birinchi bo'lib Kongressning ruxsatini olgan va shu nuqtai nazardan bugun Donald Tramp, ya'ni xuddiki diktatorlarga o'xshab o'zining farmoni bilan urushni boshladi va jahon hamjamiyatining juda katta qismi tomonidan va hatto ayrim ittifoqchilar tomonidan ham menimcha bu qo'llab-quvvatlovga sazovor bo'lmadi va bugungi kunda mana shu Eronga boshlangan urushni albatta agressiya sifatida xalqaro hamjamiyat tomonidan baholanyapti. Katta rahmat, ancha tushunarli bo'ldi. Yana mani o'ylantirayotgan narsa, mana shu paytgacha Eron bilan Rossiya o'rtasida yaxshi munosabatlar bor edi. Bilamiz endi Rossiya bu Ukraina bilan urush bilan ovora bo'lib qoldi, iqtisodi ancha pastga tushib ketdi, harbiy jihatdan mavqei ham pasayib ketdi. Lekin shunga qaramasdan shu paytgacha Rossiya bilan ham nega mana shunaqangi vaqtlarda bir-biriga yordam berish to'g'risida kelishuvlar qila olmaganmi Eron? Bunga biron bir sabab bormi? Mening nazarimda ayniqsa mana shu olaylik 2025-yil 12 kunlik urushgacha ham masalan Eron Rossiyadan juda katta miqdorda masalan olaylik yordam so'radi, harbiy yordam ko'rsatish masalasini. Lekin mening nazarimda bu yerda albatta Rossiyani cho'chitgan omillar bor. Va qarangki, Rossiya Shimoliy Koreya bilan harbiy texnikaviy hamkor, ya'ni ikkalasi bilan ham keng qamrovli strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma imzoladi. Lekin mana shu harbiy masalaga kelganda Rossiya o'sha mabodo Shimoliy Koreyaga hujum bo'ladigan bo'lsa, Rossiya uni himoya qilishi, ya'ni o'zaro harbiy yordam ko'rsatishi va mabodo Rossiya agressiyaga uchrasa, Shimoliy Koreya yordam kelishi to'g'risida, ya'ni mudofaa to'g'risidagi bitim ham, ya'ni 4-moddasida mana shu keng qamrovli strategiyalik to'g'risidagi bitimning 4-moddasida o'zaro harbiy yordam ko'rsatish masalasi biriktirib qo'ydi. Lekin Eron bilan ham imzolandi bunday shartnoma, lekin unda u yoki bu mamlakat agressiyaga uchragan taqdirda bu yerda faqat harbiy maslahatlashuvlar olib borish masalasi ko'zda tutildi. Menimcha bu yerda Rossiyani cho'chitayotgan bitta omil bor, ya'ni Eronga kuchli masalan S-300 yoki S-400 zenit raketalarini havo hujumidan mudofaa tizimlarini beradigan bo'lsa, katta miqdorda bu albatta Isroilning g'ashiga tegishi va Isroil o'z navbatda Ukrainaga juda ham bir zamonaviy qurol yarog'larini, aloqa tizimlarini, razvedka ma'lumotlarini berishi muqarrar edi va mana shu Isroilning betarafligi uchun ham va hatto mana shu Rossiya bilan Eron o'rtasida S-300 zenit raketalari bo'yicha
shartnoma imzolanganidan keyin Benyamin Netanyahu Moskvaga 1-2 marotaba keldi va Moskvaga Putinga bosim ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Shundan keyin Rossiya mana shu zamonaviy qurollarini Eronga sotmaslikka qaror qildi. Menimcha bu yerda berilgan bo'lishi mumkin, bitta yoki ikkita, lekin ommaviy tarzda Eronni masalan juda ko'plab masalan aholi punktlari bo'lishi mumkin yoki Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bo'lishi mumkin yoki Basish harbiy, mana shu qurolli tuzilmalarni himoya qila oladigan, ularning obyektlarini himoya qila oladigan darajada katta miqdorda masalan zenit raketalari berilgani yo'q mening nazarimda. Va bu yerda Rossiya masalan u qadar olaylik Isroilning mudofaasi uchun zarar beradigan, kuchli zarba yetkaza oladigan qurollarni Eronga bergani yo'q. Ya'ni Rossiya ham Isroil bilan ham Eron bilan strategik hamkorligini saqlab qolishga harakat qildi. Menimcha Eron tomoni Rossiyaning bu harakatlarini mening nazarimda tushundi va aytish kerakki, Eronga albatta Xitoy yoki Rossiya yordam bermadi degan fikrdan yiroqman. Balki Eronning ballistik raketalarini takomillashtirishda yoki unga raketalar uchun ham albatta juda katta miqdorda ishlab chiqarish uchun yoki dronlar ishlab chiqarish uchun ham juda katta butlovchi qismlar kerak. Mana Rossiya qurshovga olindi, sanksiyalarga qo'llandi, lekin Markaziy Osiyo davlatlarining ayrimlari yoki Kavkazdagi davlatlar, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya va boshqa mamlakatlar yordamida Rossiya mana shu sanksiyalarni chetlab o'tishga muvaffaq bo'ldi. Va mening nazarimda Rossiya mana shu Eronga ham sanksiyalarni chetlab o'tgan holda yordam ko'rsatdi va biz yaxshi bilamiz, urush boshlanishidan oldin oxirgi marta Xitoy ham juda katta yordam ko'rsatdi. Ya'ni Rossiyadan ham, Xitoydan ham juda katta miqdorda og'ir transport samolyotlari keltirilgani va qurol yaroq tushirilganligini ommaviy axborot vositalari orqali masalan kuzatdik. Va bu o'zining isbotini topdi va hozirgi paytda mana 500 million dollar miqdorida ko'chib yuruvchi zenit raketalar berilishi haqida ham maxfiy kelishuvlarga erishilganligi aytilyapti. Ya'ni bu past masofada uchadigan, ancha yuqori emas, balki pastroq masofada uchadigan masalan vertolyotlar bo'lishi mumkin yoki samolyotlarni bemalol mana shu ko'chma raketalar bilan urib tushirilishi mumkin. Men bugun kuzatdim, ya'ni Kuvaytda kamida 3 ta samolyot, Amerika Qo'shma Shtatlariga qarashli samolyotlar urib tushirilishda, balki mana shu qurollar yordamga keldimi degan fikr ham o'tdi yodimdan. Ya'ni bugun Eron albatta tashqi yordamsiz bunday muvaffaqiyatga erisha olmaydi degan fikrdaman. Ya'ni yashirincha bo'lsa ham mana shu mintaqada Yaqin Sharqda o'zining manfaatlariga ega bo'lgan Rossiya va olaylik Xitoy juda katta yordam ko'rsatgan bo'lishi aniq. Chunki biz yaxshi bilamiz, Qo'shma Shtatlar Rossiyani Ukraina bilan bog'liq juda ham chuqurlikka itarib yubordi va o'z navbatida Rossiya ham baribir o'ch olish payida. Ya'ni juda katta miqdorda Rossiya Eronga qurol yarog' bera olmasligi mumkin, lekin qanday qilib bo'lsa ham Eron o'ch olishi va Amerika Qo'shma Shtatlarini ham mana shunday uzoq davom etadigan urush qopqoniga tushirishni Rossiya ham istaydi va qolaversa Eronni mintaqada juda ham kuchli salohiyatli davlatga aylanib ketishini Rossiya ham istamaydi. Chunki ertaga harbiy jihatdan qudratli bo'ladigan bo'lsa, albatta davlatlar o'rtasida u super держава bo'ladimi yoki mintaqaviy держава bo'ladimi, ertaga baribir manfaatlar to'qnashuvi yuzaga keladi. U yoki bu masala yuzasidan biz yaxshi bilamiz, hattoki o'sha Rossiya Ko'rfazni bir vaqtlar uni arablar bilan forslar talashadi-ku, kimdir Fors o'sha Eron Fors Ko'rfazi deb ataydi, arab davlatlari Arab dengizi deb Ko'rfazi deb ataydi va shuning uchun orada Rossiya Ko'rfazdagi davlatlar bilan kengash, ya'ni sammit o'tkazgan paytda o'sha bitimda Arab Ko'rfazi degan iborani qo'llagani uchun o'rtada munosabatlarga ancha putur yetdi. Munosabatlar juda ham
tovuqlashgan paytlar bo'ldi va o'tmishda ham Ozarbayjon yoki Janubiy Kavkaz uchun harbiy harakatlar bo'lgan 2 marotaba Eron bilan o'sha paytdagi Fors davlati bilan Rossiya o'rtasida harbiy harakatlar bo'lgan. Guliston bitimi, o'sha Turkmanchoy bitimlari imzolanib, mana shu Ozarbayjonni ham qoq ikkiga ikkita davlat bo'lib yuborishgan va Ikkinchi jahon urushi paytlarida ham Britaniya va Sovet ittifoqi qo'shinlari kirganini yaxshi bilamiz. Shuning uchun hamisha Eron bilan Rossiya munosabatlari silliq kechmagan. Mening nazarimda Rossiya mana shu bir tomondan Amerika Qo'shma Shtatlarining chuqur urushga kirib qolishini va Ukrainaga qurol yarog' beradigan darajadan mahrum bo'lishini istaydi. Ya'ni urush girdobiga tushishini, ikkinchi tomondan Eronning ham mana shu urushdan hosillanib chiqishini istaydi. Shuning uchun ham menimcha Rossiya u qadar Eronni menimcha mustahkam darajada yoki qattiq darajada himoya qila olayotgani yo'q. Va ko'pchilik endi buni Rossiyani Ukraina urushi bilan ovora bo'lib qoldi, andarmon bo'lib qoldi, mana Venesuelani ham himoya qilmadi deyishyapti. Aslida buning sababi mana shu Rossiyaning Eronni u qadar kuchli bo'lmagan davlatlar qatorida bo'lishini istaydi. Endi tushunib yetdim bu masalalarni, bu taraflarni ham nima uchun bunaqa holat yuz berayotganini. Katta rahmat. Mana shu AQSh bilan Isroil urush boshlagandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Bill Clinton bu yerdagi ketayotgan jarayondan kelib chiqib, keyingi holatlarni 3 ta ssenariyaga bo'lib gapirdi va bu bo'yicha fikringizni bilmoqchiman. O'qib beraman. Bu yerda birinchisini aytyaptiki, rejim, ya'ni Erondagi rejim qulaydi, ammo qulashdan keyin bo'shliq paydo bo'ladi va bu bo'shliq beqarorlik demakdir, deyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, rejim kuchayadi, yetakchi shahidga aylantiriladi, qattiqroq kuchlar yanada birlashadi, deyapti. Uchinchisi, muzokaraga qaytish. Bu shov-shuvli emas, ammo hayotni saqlab qoladigan yo'l shu, deyapti. Ya'ni muzokaraga o'tadi, deyapti. Mana shu 3 ta ssenariyani o'sha sobiq prezident Bill Clinton aytyapti. Endi sizning kuzatuvlaringiz asosida keyingi ssenariyalar qanday bo'ladi? Siz nima deb o'ylaysiz? Mening nazarimda bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil biroz xatoga yo'l qo'ydi. Ya'ni bu yerda o'ylashki, norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi Eronda, o'sha narx-navo oshgani yoki pulning qadrsizlanganligi tufayli. Endi Eronning konstitutsiyasi tinch namoyishlar o'tkazishga ruxsat beradi. Shu paytgacha ham bo'lib kelgan, lekin oxirgi o'sha norozilik namoyishlari paytida bu yerda provokatsiya aralashdi. Tashqi kuchlar, o'sha Mike Pompeoni ham bayonotini eslasak, salom Masad yoki salom o'sha xorijiy kuchlar degan bir ma'noda, ya'ni bu ishlarga, provokatsiya ishlarga, ya'ni tinch namoyishchilar orasiga provokatorlar, ya'ni politsiya kuchlari yoki xavfsizlik kuchlariga o'q uzadigan kishilarni kirgizib qo'ydi va bu albatta katta qurbonlarga sabab bo'ldi va mana shu orqali Erondagi namoyishlarni kuchaytirishni ular maqsad qilishgandi. Bu orqali birinchi o'sha norozilik namoyishlari kuchli o'sha aholining kuchli noroziligi olib keladi va rejim qulash uchun biz yordam beramiz, ya'ni Erondagi asosiy inqilob qo'riqchilari korpusiga zarba beradigan bo'lsak, rejim qulaydi deb o'ylashgan edi. Lekin bugunga kelib ayniqsa mana shu Eron xalqi o'zining ozodligini, suverenitetini juda ham qadrlaydigan mamlakat hisoblanadi. Va mening nazarimda bu yerda Isroil, birinchi navbatda Isroil albatta bu ishga qo'l urdi. Oyatulloh Xumayniy va uning oilasini yoki generallarni, oliy rutbali generallarni yo'q qilishga juda ham shoshdi. Menimcha bular o'ylashki, agar biz shu tanani kallasidan mahrum qiladigan bo'lsak, albatta mana shu aholi yana ko'tarilib, tuzumni osonlikcha ag'daradi deb o'ylashgandi. Lekin mana shu jamiyatda kuchli nufuzga ega bo'lgan
mamlakatda o'sha qudrat ramzi hisoblangan yoki inqilob himoyachisi hisoblangan, islom inqilobi himoyachisi hisoblangan Oyatulloh Xumayniyning o'ldirilishi aksincha xalqni birlashtirib yubordi. Ya'ni xalq bugun mana shu rejim atrofida qaytadan birlashyapti. Agarki bu yerda rejimni emas, balki o'sha inqilob qo'riqchilari shtablarini yo'q qilganda yoki olaylik mana shu maktablarni emas, bu yerda xatoga juda ko'plab xatolarga yo'l qo'yilyapti. Ya'ni tinch aholi punktlarini ham o'qqa tutilishi va xullas asosiy sabab Xomayniyning o'ldirilishi xalqni yana jipslashtirib yubordi. Ya'ni haqiqatda bu o'sha biz qanchalik yadroviy dasturga ya'ni urush maqsadlarida emas, balki tinch maqsadlarda o'sha yadroviy dasturga ega bo'lishga intilsakda, bu bizga bular yo'l bermayapti. Demak, biz qanchalik yon bermaylik, bularning maqsadi mana shu bizni davlatchiligimizni yo'q qilish deb tushunyapti aholi va shuning uchun bu rejim atrofida birlashyapti va qolaversa biroz kutish kerak edi. Nazarimda mana shu harbiy harakatlarga shoshdi. Mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning hujumi qaytanga mana shu Erondagi harbiylarni ham xalqning ham jipslashuviga, birmusht bo'lishiga va agressorga munosib javob qaytarishiga turtki bo'ldi deb o'ylayman. Endi bu rejim ag'darilish emas, balki prezident va yangi saylanadigan, balki ancha hozirgi menimcha yangi Oyatulloh Orifiy Alizoda Orifiymidi, xuddi mana shu shaxsdan ko'ra ham balki yoshroq Oyatulloh hokimiyat tepasiga qo'ydilar. Bu vaqtincha menimcha o'sha 40 o'tgandan keyin, ya'ni 40 kunlik motam o'tganidan keyin yangi rahbar saylandi. Menimcha bu rejimni yanada kuchayishiga va Eron uchun yangicha sharoitlar yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida harbiy imkoniyatlar cheklangani, bu Ukraina urushiga juda katta o'sha zaxiralar sarf qilinganligi nuqtai nazaridan, Eronning raketa hujumlari uchun uni mudofaa qiladigan raketalar yetishmayotganligi, atigi yiliga 800 ta bunday raketalar ishlab chiqarilishini inobatga oladigan bo'lsak, oxir oqibat bu muzokaralar bilan yakun topishi mumkin va Eron o'zi uchun maqbul bo'lgan, o'zi uchun manfaatli bo'lgan bitimlar bilan mana shu urushni yakunlashi mumkin. Ya'ni endi Erondan xalqaro sanksiyalar olib tashlanishi mumkin. Mening nazarimda rejim kuchaysa kuchaydiki, aslo ag'darilmasligi mumkin. Chunki rejim ag'darilishi uchun xalq ommaviy ravishda ko'tarilishi kerak. Kamida o'sha xalqaro ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra ham, agar Tehron maydonida kamida 3 million aholi yoki norozi odam to'planadigan bo'lsa, u holda hukumat ag'darilishi mumkin. Menimcha biz shu paytgacha ham Tehron ko'chalarida bunaqangi katta miqdordagi aksil hukumat norozilik namoyishlarini ko'rganimiz yo'q albatta. Rahmat. Mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil hujum boshlagandan keyin bilmadim, men tushunishimcha Eron balki to'g'ri qildimi, noto'g'ri qildimi, endi buni sizdan so'rayman. Birdaniga mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazalari joylashgan Qatar, Saudiya Arabistoni va shu tomondagi davlatlarga o'zining raketalarini ota boshladi. Endi buning natijasida albatta o'sha davlatlarning ham jahli chiqadi, u yerda ham qancha ularga iqtisodiy zararlar keltiryapti, boshqa insonlar o'lgan bo'lishi mumkin. Ular ham mana shu koalitsiyaga qo'shilishi mumkinmi? Eronga qarshi ular ham urushga kirib ketish xavfi bormi? Mening nazarimda hozirgi paytda mana Saudiya Arabistoni ham aytayaptiki, biz ertaga mana shu Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlar boshidagi koalitsiyaga qo'shilishimiz kerak degan ma'noda va bugun Eron majbur bo'ldi bunga, ochig'ini aytganda, chunki boshqa nishonga oladigan Isroildan boshqa nishoni yo'q. Ya'ni bugun e'tibor qiladigan bo'lsak, Eron Islom Respublikasi
harbiylari ko'proq shu Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazalariga ko'proq nishonni amalga oshirdi. Nima uchun mana Birlashgan Arab Amirligida deyapti, yoki boshqa mamlakatlarda olaylik, harbiy bazalardan tashqari otellar, ya'ni mehmonxonalarga ham hujum bo'ldi deyilyaptiki, gap shundaki, albatta ularda Eronda ham razvedka ma'lumotlari bor, yoki balki unga ittifoqchilik qilayotgan ayrim davlatlar yoki proksi kuchlar ma'lumot bergan bo'lishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari ana shu zarbalar berilgan mehmonxonalarga joylashtirilgan, chunki ular yaxshi bilishadi, Eron oldindan ogohlantirdi. Agar AQSh va Isroil urush boshlaydigan bo'lsa, bizning asosiy nishonimiz mintaqadagi bazalar deb aytyapti. Endi men Saudiya Arabistoniga Eron menimcha raketalar yog'dirganiga men unchalik ishonmayapman. Bu ma'lumotlar biroz fake. Menimcha har doim mana shu keskinlik paydo bo'lganda Ansorulloh harakati, ya'ni Yamandagi Husiylar harakati Saudiya Arabistonidagi neftni qayta ishlash inshootlariga zarbalar bergan va bu safar ham adashmasam aynan mana shu harakat, Ansorulloh harakati Saudiya Arabistonidagi neftni ishlash korxonasiga hujumni amalga oshirgan. Ya'ni bu yerda Eronning proksi kuchlari, to'g'ri aytdingiz, haqiqatda ertaga mana shu Fors ko'rfazidagi yoki Arab ko'rfazidagi davlatlar AQSh boshchiligidagi koalitsiyaga qo'shilishi mumkin. Lekin men ikkinchi tomoni masalani o'ylantiradigan bu narsa, Eron bu hududlardagi Amerika bazalariga hujum qilish orqali bir narsani ko'zlayaptiki, ya'ni ertaga urush tugagandan keyin mintaqadagi davlatlar AQShga bosim ko'rsatsin, ya'ni o'zining qo'shinlarini bu yerdan, bu mamlakatdan olib chiqish borasida bosim ko'rsatsin degan ma'noda bugun aynan shu Qatarga, Kuvaytga va boshqa ko'rfaz davlatlarga hujumlarni amalga oshiryapti va agarki urush cho'zilib ketadigan bo'lsa, albatta bu menimcha ko'rfazdagi arab davlatlarining ham Eronga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga menimcha majburlashi mumkin. Shuning uchun nazarimda Eron endi bu qo'shni mamlakatlarga hujumlarni to'xtatish kerak deb o'ylayapman. Rahmat. Keyingi savolim, keling aytaylik, mana shu urush davomida Ironni cheklab qo'ydi deylik, yoki qandaydir o'zlarining maqsadlariga erishdi deylik, AQSh va Isroil balki qo'shni davlatlar bilan birga. Agarda bu yerda Eron qulatiladigan bo'lsa, keyingi meni o'ylantiradigan savol, shu bilan bular to'xtaydimi bu yerda xavfsizlikni saqlab mana shu mintaqada, yoki keyingi nishon boshqa davlatlar bo'ladi, misol uchun Turkiya yoki keyinchalik bilmayman qaysidir yo'l bilan Shimoliy Koreya va bularning fonida natijada kelajakda bu holatlar Markaziy Osiyoga, O'zbekistonga ta'siri bo'ladimi? Ta'siri bo'lsa, qanaqa yo'nalishda, qanday holatda ta'sir bo'lishi mumkin? Menimcha endi agar birinchi navbatda nishon Eron Islom Respublikasi bo'lar ekan, bu yerdagi urushning davomiy tus olishi, mayli ertaga AQSh chiqib ketsin, lekin mamlakatda, Eronda fuqarolar urushi yuz berdi deylik. Masalan, bu yerda kurdlar ham mustaqillik uchun harakat qilyapti yoki belujlar harakat qilyapti. Albatta, mabodo rejim juda ham zaiflashadigan bo'lsa, fuqarolar urushi kelib chiqadigan bo'lsa, albatta bu masalan Markaziy Osiyo mintaqasi jumladan O'zbekistonning iqtisodiyotiga ham kuchli salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugun olaylik, O'zbekiston o'zining yuklarini faqatgina mana shu ko'proq, endi o'rta yo'lak bor, lekin o'rta yo'lakdan ertaga tiqilib qoladi. Bu yerda harbiy harakatlar uzoq davom etadigan bo'lsa va biz asosiy mahsulotlarimizni yana shu Qozog'iston va Rossiya hududlari orqali dunyo bozoriga olib chiqishga majbur bo'lamiz. Chunki hali mana Pokiston bilan Afg'oniston o'rtasida ziddiyatlar ketyapti. Endi bu O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston temir yo'lini qurish masalasi yana bir muncha muddat ortga surilyapti. Ya'ni bizni orzu qilgan umidlarimiz sarobga aylanyapti. Endi mana Chobahor va Bandar Abbos portlaridan
O'zbekiston foydalanishga harakat qiladi. Ya'ni Turkmaniston orqali mahsulotlarni qisqa yo'llar bilan jahon portlariga olib chiqish masalasida endi bu yo'l ham to'siladigan bo'lsa, albatta bu O'zbekistonni ham iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mahsulotlarning raqobatbardoshliligini sindirib yuboradi va yana biz o'sha Rossiyaga qaramligimiz oshib ketishi mumkin. Ya'ni barcha yo'llar bu yerda to'sib qo'yilish ehtimoli yuzaga kelyapti. Ya'ni mana Hindiston Chobahor portidan foydalanishda boshqa davlatlarga imtiyozlar berayotgandi va olaylik bugungi kunda Eron bilan O'zbekiston o'rtasidagi masalan savdo-sotiq hajmini 1 milliard dollarga yetkazish ustida ish olib borilayotgandi. Hozir 500 yoki 600 milliard dollarga chiqqan, lekin bu narsa ham ertaga Eron bilan munosabatlarimizning uzilishiga, mana biz Ko'rfaz davlatlari bilan ham munosabatlarni yo'lga qo'yishga 2 marotaba sammit bo'lib o'tdi. Ko'rfaz davlatlari kengashi a'zolari bilan, bu boy davlatlar. Menimcha bu O'zbekistonni ham O'zbekiston 2030 strategiyasiga, ya'ni unda belgilangan vazifalarga ham juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi va hozirgi paytda Isroilda yana o'sha Turkiyani dushman sifatida ko'rish kayfiyati kuchayib boryapti. Ya'ni Turkiyaning mintaqada ta'sirining oshib borayotgani, ayniqsa uning o'sha Suriyadagi bazalar ochishga harakat qilayotgani, faollashgani Isroilni juda ham kuchli xavotirga solyapti. Aynan bu Suriyada olaylik Lataki va Xmeymim bazalarida Rossiya harbiylarini saqlab qolishning taklifini ham albatta Amerika Qo'shma Shtatlariga Isroil berdi va aynan mana shu Isroil omil tufayli Rossiya Suriyada harbiy ishtirokini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi va olaylik Afrikadagi operatsiyalar uchun ham bu yer Plastarin vazifasini o'tyapti. Menimcha keyingi navbat albatta Suriya, undan keyin masalan Turkiya bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'ryapmizki, Suriyada hali hukumat barqaror emas va har daqiqada bu yerda mana kurdlar bilan markaziy hukumat o'rtasida yoki duruzlar bilan yoki alaviylar bilan juda ko'p millatli mamlakat, bu yerda ham masalan hali barqarorlik o'rnatildi deb bo'lmaydi. Xullas, ertaga Turkiyadan xavf ko'rgan Isroil yana o'sha Suriya hududlariga ko'z olaytirishi mumkin yoki Iroqqa qarshi harbiy operatsiyalar boshlanishi mumkin. Bu yerda ham shiaparast guruhlarning o'sha faolligini kuzatishimiz mumkin. Umuman olganda, Yaqin Sharqdagi vaziyatning keskinlashuvidan masalan O'zbekiston yoki Qozog'iston, Markaziy Osiyo davlatlari manfaatdor emas. Chunki biz mana shu Yaqin Sharq va Fors ko'rfazi davlatlarini ham yangi bozor sifatida ko'rayotgandik. E'tibor qilsangiz, o'sha Qozog'iston ham, O'zbekiston ham yalpishka mahsuloti juda ham bir keyingi paytlarda keskin oshib borayotgandi va hatto O'zbekiston Yevropaga Qozog'iston bilan birgalikda Ozarbayjon hududi orqali elektr energiyani masalan eksportini yo'lga qo'yish masalasini ko'rib chiqayotgan va bu yo'lda amaliy harakatlar olib borayotganda, menimcha bu Erondagi tanglikning kuchayishi yoki ertaga Isroilning Suriya yo'nalishida, Turkiya yo'nalishidagi faollashuvi menimcha mana shu O'zbekistonning tashqi siyosatdagi diversifikatsiya masalasidagi siyosatiga menimcha juda ham bir salbiy ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayapman. Katta rahmat. Ancha masalalarni gaplashdik bu voqealar atrofidagi. Balki keyingi ko'rsatuvlarda yana sizni taklif qilib, sizning fikrlaringizni olib borarmiz. Chunki albatta xalqimizning bu masalalar bo'yicha to'g'ri tushunishlari uchun sizga o'xshagan ekspertlarning fikrlari juda asqotadi. Shuning uchun sizni taklif qilgandim. Albatta o'zingizni fikrlaringizni, shaxsiy fikrlaringizni bildirganingiz uchun sizga o'zimni minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Sizga ham Ziyodulla aka sog'lik salomatlik tilayman. Shu tinglovchilarimiz ham sog' salomat bo'lsin, ishlaringizga omad tilayman. Katta rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi ko'rsatuvga siyosiy sharhlovchi Abduvali Saidnazarovni taklif etgandik. Mana Eron masalasi bo'yicha ancha suhbat qildik, kerakli savollarga javoblarni ham oldik. Agarda ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz.
Shu bilan ko'rsatuvni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.